Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum barchaga. Hurmatli akalar, hurmatli ukalar, hurmatli kanalimizni muntazam kuzatib borayotgan do'stlar. Bugun sizlarga bitta narsa aytmoqchiman. Misol uchun bitta do'stimiz nima qilgan? Magazinga borib bitta o'sha Spider-Man kiyimini sotib olgan va sotib olgandan keyin o'zi alohida misol uchun yo'nalish qilish istagida bo'lgan. Misol uchun mana hamma qilgan yo'nalishlarni qilgan odam nima bo'lmaydi? Yaxshi natija ko'ra olmaydi. Bu inson esa mana shu hammaga o'xshamagan, boshqacharoq bir ideyalar qilaman degan fikrda Spider-Man kiyimini kiyib, o'zi misol uchun mana ko'pchilik xijolat bo'ladigan bo'lsa, kamerada ko'rinishga, boshqa qilishga xijolat bo'ladigan insonlar bo'ladigan bo'lsa, o'shalarga ham bu tavsiya qilinadi. Spider-Man kiyimini kiyib, yana bitta foydali narsa qilgan tarafi mana bunaqa vaqtni behuda sarflaydigan emas, aqlni charxlaydigan ishlar qilgan. Aqlni charxlaydi. Misol uchun mana aytaylik, mana kubik terishlar. Spider-Man o'tiradi-da, kubik terishni o'zi boshida terib ko'rsatadi, keyin terishlarni o'rgatadi misol uchun. Keyin qanaqadir mana mantiqiy misollar bo'ladi-ku. O'sha mantiqiy misollarni yechishlar. Endi to'g'ri, bu yerda ozgina qo'shimcha yana ozgina harakatlari bor. Chunki misol uchun mana kompyuterdan chiqarish kerak, o'sha ko'rinadigan joylarini yoki bo'lmasam biron narsalar sotib olish kerak, qalam, boshqa mayda-chuyda. Ya'ni o'shanaqa ideyalar qilib turib, juda ham yaxshi daromad topayotgan do'stimiz bor. O'shaning ideyasini ham bir nima deymiz, o'sha o'zini roziligi bilan albatta chiqaryapmiz. Misol uchun kimda kim qo'lidan keladigan bo'lsa, qiziqadigan bo'lsa, bemalol mana shu ishni qilsa bo'ladi. O'sha ayting bolalarga, mana faqatgina oddiy an'ular qilib yurmasin deganligi uchun men buni video qilishga qaror qildim. Ya'ni Spider-Man rolida bo'lasiz, lekin insonlarga foydali ishlar qilasiz. Misol uchun mana mantiqiy amallar yechishni o'rgatasiz yoki bo'lmasam qanaqadir bir nima deymiz endi, o'sha nimadir yasashlarni o'rgatasiz. O'sha montaj jarayonida ham lekin yaxshi ishlash kerak bo'ladi. Montaj jarayonida ham yaxshi ovozlar, yaxshi musiqalar, odam beziktirmaydigan, ya'ni action sahna bo'ladi. Ya'ni faqat o'tirib aniq qilmaydi, harakatli sahna. O'shani montaj qila oladigan darajada bo'lishingiz kerak. Yana bitta talabi, kamera yaxshi bo'lishi kerak. Kamera sifati yaxshi bo'lishi kerak, yorug'liklar bo'lishi kerak. Ozgina o'sha xarajatlari bor. Agar mana shularni qiladigan bo'lsangiz, ham bir tarafdan 2-3 tarafdan qulay bo'ladi. Nimaga desa, birinchidan o'zi ko'rinib gapiradigan insonlar xijolat bo'ladigan bo'lsa, mana maskani ortida, o'sha kiyimning ortida hech narsa bilinmaydi. Bemalol gapirishi mumkin. Qo'rqmasdan chiroyli qilib rolini o'ynaydi. Ikkinchi qulay tarafi shuki, misol uchun mana action sahna bo'lgandan keyin nima deydi, zerikib qolmaydi bolalar. Albatta unchalik nima deydi, misol uchun mana kompyuter oldida o'tirib ko'proq aniq qilib o'tirish shart emas. Video ishlab o'tirish shart emas. Chiroyli qilib ideyani yozib olib yoki bo'lmasa xayolda yaxshi ideyalarni ushlab olib turib, o'sha ssenariy bo'yicha ishlanadigan bo'lsa, juda ham bu zo'r chiqadi. Yaxshi natija beradi. Endi bu aytamiz desak, hozir bunga vaqt ko'p ketadi. O'sha o'ziga yarasha kriteriyalar bor, o'ziga yarasha plyus-minus tomonlari bor. Lekin o'zim alohida ishlayman, yaxshi natijalar qilaman degan inson uchun bu juda ham yaxshi yo'nalish. Ham short video yuklasangiz ham bo'ladi, ham katta video yuklasangiz ham bo'ladi. Bir vaqtning o'zida bitta kanalga shorts va katta videolar yuklash ham mumkin bo'ladi, lekin o'sha o'zining rejimlari bor. O'sha o'zining rejimiga nima qilish kerak, amal qilish kerak. Aks holda yoki shortsga tortib ketib qoladi yoki katta videoga tortib ketib qoladi. Ko'pincha shorts tortib ketib qoladi-da, katta video to'xtab qolish ehtimoli bor. Pastayni katta video qiladigan bo'lsangiz, bu ham juda ham yaxshi. Vaqtiga, o'sha montajlariga erinmasdan chiroyli qilib ishlaydigan bo'lsangiz, har kuni video chiqarish shart emas. Har 3 kunda bitta video chiqsa yetarli. Har 3 kunda bitta 10 minutlik video qo'yasiz, bo'ldi. Mana shuni o'zi o'shandan keladigan daromadi ham, boshqasi ham sizga yetarli bo'ladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, ham insonlarga foydali biron narsa o'rganadi yoshlar, bolalar. Nima insonlarga yordam berish sahnalarini qilasiz. Biron narsa yasashni o'rganadi. Kompyuterda o'tirib, misol uchun kompyuterni oddiygina misol o'chirib yoqishlar, qanaqadir bir buzilgan narsani tuzatishlarni ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Ham insonlarga foydali yo'nalish bo'lgan bo'ladi. Demak, bugun aytmoqchi bo'lgan narsalar mana shular edi. Albatta o'ylaymizki, foydali tomonda buni ishlatasizlar degan umiddaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.